Qo'l oyoq muzlashlari. Ko'pchilik hozir oyog'im muzlaydi, yozi issiq kunida ham oyog'im muzdek turadi, Qo'shtepa deydiganlar bo'ladi. Albatta shu o'rinda men aytamanki, birinchi navbatda qalqonsimon bezni tekshiring deyman. Keyin qon aylanishi yaxshi emas deyman. Demak, gemoglobin niskiy iloji qon quyuq, keyingisi umurtqada bloklar, qisilishlar bor deyman. Va ana undan keyin defitsitlar. Ya'ni o'sha kalsiy, o'sha magniy, sink, selen bizga organizmimizga kerak bo'lgan o'sha foydali mikroelementlar kerak deyman. Demak, poetapni har qanday problemada qizlar, bolalar обязательно poetapni yondashish kerak. Demak, oyoq-qo'l muzlashlariga albatta yod defitsiti, shitavitkada narushение, ya'ni o'sha qalqonsimon bez, keyin кровообращение buzilgan, demak yurak motorika, yurak bu целый bir motor bu. Demak, yurakka ozuqa yetmayaptimi? Niskiy gemoglobin, qon quyuqlashishi va umurtqa pog'onadagi bloklar, qisilishlar, ularga e'tibor berish kerak va albatta mikroelementlar. Yana bir narsa aytmoqchiman, biz oyoqlarimiz jigarimizni aks ham deymiz. Jigar yaxshi bo'lsa, oyoqlarimiz uncha-munchaga og'rimaydi, shishmaydi, muzlamaydi yoki qizimaydi. Shunday ekan, albatta har qanday holatda ham bizni ana shu главный filtr 500 ta vazifa bajarayotgan jigar faoliyatiga ham e'tibor berishingizni maslahat beraman. Mana shu kabi foydali ma'lumotlar meni batafsil Telegram kanalimda. Kanalimga o'tib savollaringiz bo'lsa murojaat qilsangiz bo'ladi. Suhbatimizni o'sha yerda davom etamiz. Salomat bo'ling.